O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova haqida hozirgina shoshilinch yomon xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston hamda jahon shou-biznesi olamida sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar davomida like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 2026-yilning 9-may kuni Amerikaning Brighton Beach tumanida konsert berishni rejalashtirgan edi. Ammo shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda AQShdagi yahudiylar jamoasi xonandaning konserti qoldirilishini talab qilishmoqda. Bunga Yulduz Usmonovaning bundan 5 yil avval Isroil-Falastin urushiga bo'lgan munosabati sabab bo'lgan. 2021-yilda bir necha bor video murojaatlar bilan chiqqan xonanda Falastin xalqini qo'llab-quvvatlab, Isroilda konsert berib, ularga qarshi chiqayotganlikda ayblagan yahudiylarga rus tilida murojaat yo'llagandi. O'shanda ham yahudiylar Usmonovadan Isroil xalqidan kechirim so'rashini talab qilishgan. Agar to'ylaringda qo'shiq kuylagan bo'lsam, bu sizlarga dinimni tahqirlash huquqini bermaydi. Sizdan pul olgan bo'lsam, Alloh yuqtirgan san'atim uchun pul olganman. Adolatli bo'linglar, shunda Alloh ham sizga nisbatan adolatli bo'ladi, degan edi xonanda. Ma'lum bo'lishicha, Nyu-Yorkda amerikalik siyosatchilar Yulduz Usmonovaga qarshi kampaniya boshlagan. Nassau okrugi rahbari, Nyu-York shtati gubernatori lavozimiga nomzod Bryus Bleykman va Nyu-York shtati assambleyasi deputatlari Michael Novaxov va Alek Brukrasni bu borada faol. Kampaniya tashkilotchilarining ta'kidlashicha, ular Yulduz Usmonovaga omma oldida qilgan antisemitizmga oid bayonotlarni rad etishni va uzr so'rashni taklif qilgan, ammo xonanda rad javobini bergan. Yahudiy xalqiga va kelajak avlodiga zarar yetkazishga ommaviy da'vat qilgan bir san'atkorning Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishi va aynan shu yerda dunyodagi eng yirik yahudiy jamoalaridan birining markazi bo'lmish Bruklinda konsert berishi rejalashtirilgan. Shuni aniq aytmoqchimanki, bu so'z erkinligi emas, bu mamlakatimizda o'rni bo'lmagan nafratli va xavfli ritorikadir. Shu sababli mening idoram u bilan bog'lanib, o'sha bayonotlarni qaytarib olish va ommaviy uzr so'rash uchun imkoniyat berishga harakat qildi. U rad etdi. Bu hamma narsani oydinlashtiradi. Shunday ekan, endi biz chora ko'ryapmiz. Men davlat kotibi Marko Rubioga uning Qo'shma Shtatlarga kirishga layoqatliligini zudlik bilan ko'rib chiqishni, har qanday vizasini bekor qilishni hamda nafratni targ'ib qilish va adovatni qo'zg'atish asosida mamlakatga kirishni rad etishni talab qilib rasmiy xat yubordim. Men hamkasblarim bilan birga buni ommaga e'lon qilish hamda javobgarlikni talab qilish uchun shu yerdaman. Chunki mamlakatimizga kirish huquq emas, imtiyozdir, degan Nassau okrugi ijrochi direktori Bryus Bleykman. Faollar AQSh davlat kotibi Marko Rubioga unga berilgan barcha AQSh vizalarini qaytarib olish va bekor qilishni so'rab xat yo'llagan. Bugun Nyu-Yorkda ushbu kampaniyaga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tadi. Bu konsert fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaga bog'liq bo'lgan sanada rejalashtirilgan. Aynan shu kabi nafratni rad etishga mo'ljallangan kun. Bu uni yanada haqoratli va mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan qiladi. Shunday ekan, dushanba 4-may kuni soat 11:00 da Brighton Beach Avenue'sidagi 29-uyda joylashgan Okeana teatri oldida bizga qo'shiling. Biz bilan birga turing, ovozingizni eshittiring. Bu yerda nafratga o'rin yo'q, degan Bryus Bleykman. Daryo tahririyati bu masalada Yulduz Usmonovaning fikrini bilish uchun xonandaning ma'muri bilan telefon orqali suhbatlashdi. Xonandaning AQShdagi konsertiga chiptalar sotilgan, biroq hozircha Yulduz Usmonova va uning jamoasiga AQSh vizasi berilmadi. Parvoz sanasi 7-mayga belgilangan, ammo yuzaga kelayotgan mojaro haqida xonandaning o'zi xabardor emas. AQShdagi ayrim yahudiy faollar xonandaning mamlakatga kirishiga yo'l qo'ymaslik va konsertni bekor qildirish uchun harakat qilmoqda. Shuningdek, ular Yulduz Usmonovadan uzr so'rashni talab qilishmoqda. Lekin Yulduz Usmonova hech qachon ulardan kechirim so'ramaydi, dedi xonandaning ma'muri. Yulduz Usmonovaning konsert dasturida
muxlislaridan bir tomonidan o'ziga xos sovg'a taqdim etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolarda muxlis xonandaga non sovg'a qilgani aks etgan. Xonanda ushbu sovg'ani juda samimiy qabul qilgani ko'ringan. U hatto nonni qo'lidan qo'ymasdan qo'shiq ijro etgani bilan e'tiborni tortgan. Bu holat muxlislar orasida katta iliq munosabat uyg'otdi. Ko'plab foydalanuvchilar bu orqali san'atkorga bo'lgan hurmat va mehr yanada oshganini ta'kidlashmoqda.